Mujika, yaxshimisizlar? Mana gilazma-gilaz bo'ldi, ko'rdinglar. Men bitta narsani aytib ketmoqchimanki, Humo arenaga o'zbeklardan ko'p qozoqlar ko'p. Sportsmenga birinchi bo'lga, glamniy bo'lga nima kerak? Bilasizlar, poddeshka kerak. Menga pul-mul ish narsasi ko'p qiziq emas. Menga bitta glamniysi poddeshka qiziq, poddeshka bo'lishi kerak. Humoga O'zbekistonliklar yo'q. Balki uni erkaklarni bo'yi qiziqmasdir kelmagandir, lekin qozoq ko'pdir. Lekin men jang qilsam, xudo xolasa. Menga aytaymanki, yonimga poddeshka bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar, men shu tishlab uzib o'tiraman. İnşallah. Allah düzmeler. Kelam neyse Allah xohlasa, inşallah. Avvalo Allah. Sizlar uzib o'tiraman. Sizlar meni kelam deysizlarni menga poddeshkalaringiz kerak. Bo'l. Yana ham yonamiz. O'zbekistonga mana bunaqa hayqira olmaydi boshqa davlatda.